Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Yana 12 adamlik stol usullarini keldik. Xudo xolasa, kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Bag'at Goldme bilan murojaat etaverasizlar. Bular sasnada ishlangan bo'ladi. Oyoqlarini ko'rishingiz mumkin, chiroyli. Xo'p, 12 adamlik bo'ladi. Sasnada ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli bo'lib. 10 santilik machalgalar qo'yilgan. Plotniy machalgalar. Ebedining shahana uголокimiz bo'ladi. Shahana uголок. Üçü 30'a 2.30 bo'ladi razmeri.